Men shahardan ketdim, chunki bu yerda xavfsizroq bo'ladi deb o'ylagandim. Bahor kelib havo qiziy boshlagach, murdalar qishlagan joylardan chiqa boshlashdi. Kundan-kunga ularning soni ortib borardi. Bir kuni shaharni tark etishim kerakligini tushundim. Yoz kelgunicha ketmasam, umuman shu xonadan chiqolmay qolishim mumkin. Bor oziq-ovqatimni, suv, gugurt, arqon, pichoq va boshqa menga asqotib qolishi mumkin bo'lgan hamma narsani oldim. Murdalar ko'p bo'ladigan joydan uzoqroqqa ketishim kerak edi. Dachalar posyolkasiga borsam bo'ladi deb o'yladim. U yerda murdalar oz bo'lsa kerak. Yozda yashab turish uchun uy ham topilar. Ko'chada murdalar paydo bo'lgani uchun shahardan chiqishga bir necha kun ketadi. Men tez-tez birovlarning kvartiralarida to'xtardim. Qiziq, hozir ularning egalari qayerda ekan? Bir kuni ana shunday kvartiralarning biriga kirib, odatdagidek biron yegulik izlay boshladim. Bunday joylarda ba'zida qurib qotib qolgan suxarik va pechenyelar topilib turardi. Ularni suvga botirib olib yesa bo'ladi. Kvartiradan chiqayotganimda stol ustida yotgan gazetaga ko'zim tushdi. Bloger avval ma'lum bo'lmagan epidemiya qurboni bo'ldi. Nima? Yuzi tanish. Max, uni bilaman. Kanaliga a'zo ham bo'lganman. Lekin oxirgi videolarni ko'rmagandim. Aytishlaricha u qandaydir yara yuqtirib olgan ekan. Mana hammasi nimadan boshlangan? Uni bir g'alati jonivor tishlab olgan. Keyin u ham hammaga tashlanib tishlay boshlagan. Uni ushlab kasalxonaga olib ketishgan. Shu bilan maqola tugagan. Atrof qorong'ulasha boshladi. Tunash uchun joy izlashga tushdim. Gazelning yukxonasiga joylashib uxlashga harakat qildim. Tashqaridan shitirlagan, taraqlagan ovozlar eshitilar, kimdir tinmay qichqirardi. Shunday bo'lsa-da, bir amallab uyquga ketdim. Bugun og'ir kun bo'ldi. Ertaga shahardan chiqib ketishim kerak.